Do'stlar, mana Ramazonda o'rtasiga ham keldi уже. Sizlarni hali ehson qilishga qurbularing yetadi, bilaman. Keyin ehsonda eng yaqin do'stlaringga qilsalaring 100 barobar bo'lib kelar ekan. Mana Marg'ilonda Muhammad Umarni chaqirganmiz. Ko'ryapsizlar? Ha, iftorlik qilgan, iftorlik qilib beryapman, duo qilib beringlar keyin. Xullas ko'ryapsizlar, pitsa, chikinlar mana, tortlar mana bugun tug'ilgan kunlarni ham o'tkazib yuryapmiz. Manaqa do'stlaring bo'lsa, bu videoni shunday jo'natib qo'yinglar. Sizlarga iftorlik qilib bersin. Qani chikinlar ta'sirlachi, yo'q. Bismillah. Chikinlar to'g'risi juda ham ko'p olib chiqyapman, bilasizlar. Chick Boom firmasiniki. Qaysi endi ko'ringchi bir. Mozorita. Ana, ko'ryapsizlar. Eng yaqin do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Yur iftorlik olib beraman deylar yoki bitta jo'natib qo'yib, bitta iftorlik olib ber, 100 barobar ehson bo'lar ekan, savob kirarkansan deb bu video jo'natib qo'yasizlar. Bugun mana bizda chay pitsa. Bu chikinlarni qattiq olaman sizlar, magazinlarda bor, Chick Boom firmasi, bilasizlar. Buni narxi juda ham hamyonbop. Menimcha 25 mingmi shunaqa bo'lsa kerak. 5-6 kishi shundan olasizlar, maza qilib chikin xo'rlik qilib, kino ko'rib o'tirsalar ham bo'ladi. Do'stlar, bu videoga like bosib, eng yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.